500 mingdan kamiga. 500 mingdan kamiga aka. 500 mingni o'tib beraman xudo xolasa. Lap pullayapti jonon. Dilmurod hojini shogirdiman aka. Bitta o'tganda 500 ming o'tadimi? Shogird ustozdan qolmaydi aka. Bunaqasi hadeb ham so'rmaydi akalar. Nimaga bu gapni gapiryapman? Akalar endi to'xludan ekitishga o'tayotgan, ya'ni birinchi qoringa bo'g'oz qo'yib. Bu degani akalar bunaqasini uncha-muncha cho'pon akalarimiz umuman sotmaydi. Zarurat bo'lgan sotgan, siz shu zaruratdan foydalaning, hurmatli obunachilar. Mana ko'ring. Hammasini holatlari zo'r, sifatlari ideal, eng asosiysi birinchi qoringa naqd bo'g'oz qo'ylarimiz. Like bosib turing, xudo xolsa biz siz aziz obunachilar uchun chiroylab video syomkalarni qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sumoylos kanali obunachilar, chorvachi qo'zlari, qo'zi qo'yish qo'zlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishloqi Shovonda Sanjarbek ukamizni qo'y firmasidamiz. Hurmatli obunachilar, bugun 18-yanvar hafta kuniga yakshanba. Barchangizga dam olish kuningiz xayrli va maroqli o'tsin deb video syomkalarni chiroylab mana bundaqa akalar to'xtovdan ekitishga o'tayotgan yirik bo'g'oz qo'ylar bilan boshlab beramiz. Vaqti bosib tursangiz, bugun Sanjarbek xudo xolasa. Assalomu alaykum. Boburjon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar yaxshimi, tuzimsizlar? Boburjon aka, qo'ylarni xudo xolasa zo'rinab kelib qo'ydim. Yashidan boqaman. Aldansang ham yoshi galdan deydi-yu. Ashnaqasida yoshi galdanadiganni olib kelib qo'ydim aka. Xudo xolasa qo'ylarni bir boshdan obzor qilib boramiz aka. Xudo xolasa bugunga 3 partiya, 4 partiya holatga qaraymiz hozir aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu yerda aldanmaysiz, xotirjam bo'ling. Endi bu gap kelganda o'xshatib gapiryapti, lekin siz aziz obunachilar uchun arzon, qo'ldan kelgancha eng arzon, eng qulay narxlarda qo'yib berishlikka harakat qilinadi. Sanjarbek hozir bu yerda son nechta? Soni 55 o'sha aka bu yerda. Soni 55 dona, hurmatli obunachilar, 55 dona. Bular ekitishga chiqqani ham bormi oldi? Yo'q. Birorta ekitishga chiqqani yo'q aka. Hammasi bari tishyorishga kelib qolgan to'xlar aka. Hurmatli obunachilar, hammasi endi ekitishga kelayotgan variantidan. Bular o'sha taqriban 12 oy narverdagi, shunaqa. 10 oy bilan 12 oy. 10 oy bilan 12 oy atrofidagi to'xlularimiz ekitishga o'tayotgan. Bular Sanjarbek birinchi qoringa bo'g'oz endi, Birinchi qoringa xudo xolasa bari bo'g'oz aka. Akalar, nimaga Sanjarbekni gapirishdan oldin o'sha bo'g'ozligini ko'rayotgan sababi qo'ylarimiz qorin tashlab bo'pti. Keyin birinchi qoringa bo'g'oz qo'ylar, bilasizlar, shu tug'ishiga 5-10 kun qolganda yelin qo'zg'ab boradi. Ungacha yelin tashlamaydi-da, lekin mana bunday qilib qorin tashlaydi akalar. Ash tomoniga ahamiyatni berasiz, xudo xolasa qo'ylarimiz ko'rish bilan ko'rganda ham naqd bo'g'oz qo'ylar ekan, jonivorlarni qarang. 55 ta. Yemoq ichmog'iga, sog'lik salomatlik kafolatlari bor-a? Aka, yemoq ichmog'i, sog'lik salomatligiga hamma bir haftaga bersa, har doimgidek biz 10 kunga beramiz aka. Yemasa, ichmasa mengadan qolaveradi aka bu. Yeyib turgan, ichib turgan zo'rini olaverasizlar aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qo'ylar yungiga ham e'tibor bering, to'g'lanishini qarang, jonivorlarni. Avvalo Boburjon aka, yemasa, ichmasa bunaqa bo'y bo'lmaydi qo'y. Qo'y hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Yemasa, ichmasa. Yeganiga ichganiga shunchalik badanni yiqqan. Akalar, tepasidan bir qator qo'ylar ko'ring, qarang, jonivorlarni. Mayda juda qo'ylar emas, yirik qo'ylar, yaxshi narsalar akalar, bo'ladigan narsalar. Eng asosiysi o'sha qo'y qilib olishga juda bob. Aka, Boburjon aka bunday narsada, qo'y hech qachon bilasiz, ekitish bilan qo'zi, to'qliq qo'zlar hech qachon yirik bo'lmaydi aka. To'g'ri. Ayol kishi bilan boydoqli qizni, 18 yoshar qizni farqi bo'lganda, shunday bularda ham farqi bo'ladi aka. Ozgina ingichkaroq bo'ladi, lekin aka gazi uzunligi mana qo'ylarda aka, mana gazi uzunligi hamisha aka zo'r. Nasldorda aka mana. Eng asosiysi ham butun aka. Sariq ko'kish qo'zlargacha rangdorlari ham bor, kashtani ham bor, hamma turidan bor ekan. Qo'ylar yaxshi qo'ylar. Xudo xolasa siz aziz obunachilarga ma'qul kelgan misoloq eshitsangiz bo'laveradi. Sanjarbek narxini nechga qo'yamiz uka? Boburjon aka, oltidan qo'yaman desam, obunachilaringiz uchun urushdingiz men bilan aka. Xo'p, ko'ngilda ayting, mana nech puldan qo'yay aka? O'sha qo'yib yuribsiz, xo'p mana o'zingiz aka. Oldin talashib tarishdi-ku uka. Shunaqa narsa qo'yib ber. Arzon qo'y, bo'ldi. Ko'nmadingmi, endi ko'n. O'shanga ko'nsang yaxshi bo'ladi. Xullas, bir joyga olaman degan aka-ukalarga-da bu. Qo'ymadingiz Boburjon aka. Hurmatingiz bor aka, obunachilaringizga ham hurmati bor aka. Tanlab olishsin, hading aka. Hop, 5,5 dan olishsin. Hop. Hammasini bir joyga olaman desa, cho'tkilab bir hayrini o'tib beraman aka. Bor ber. Hurmatli obunachilar, 5 million 500 Bularni ko'rsating aka. Aka, dumbalarni ham bir e'tibor bering, yormadimmi aka, bularga qarang. Asosiy yaxshi qo'ylar akalar. Bu savdo akalar bunday. Videodan oldin kerak ekan Sanjarbek tepasidagi boshliqlari ham bor. Xullas odam serob,
kelishib bitta narxga tushdik. Mana 5 million 500 ming so'mga tanlab olishga. Tanlab olasiz akalar 5 million 500 ming so'mdan. Bitta olishadimi, 10 ta olishadimi aka? Tanlab olishaveradi. Endi akalar hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga chiroyli qilib, xayr qimmati bor. Dastlabki masalasi hammasini bir joyga olsangiz, Sanjarbek qayergacha ketyapti shunda? Dastavkasi aka O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston. 5 tadan ko'p bo'lsa ham O'zbekiston bo'ylab, 5 tadan kam bo'lsa Samarqandga yetkazib beramiz, unog'ini kelishtirib beramiz. Mana akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Telefon qiling, aloqaga chiqib bog'laning. Tanlab oling 5 million 500 ming so'mdan hammasini olsangiz akalar chiroyli qilib o'tadigan joyi bor. Endi akalar mana shu qo'ylarimiz chiroyli narx. 5,5 million so'mga tanlab xarid qilsangiz bo'laveradi. Eng asosiysi bu yosh qo'y, haligi 4 tish yoki 6 tish emas. Endi 2 tishga chiqayotgan to'qli bo'g'oz qo'ylarimiz. O'zlari uchun ham bilib ketsin. Bo'ylarini aytib ketibmiz aka. Bo'ylari eng pasti 72 chiqdi. Eng balanti 78 chiqdi. Men o'rta aka 75 ga beray, pelis. 75 ga olaverasizlar ekan. Ammo o'sadigan narsa. O'sadigan narsa hali o'sadi. Bu o'smay qolmaydi emas aka. Hali ancha o'sadi. Qo'y 6 tishgacha zakonni o'sadi aka qo'y. Albatta. O'g'illar like bosib do'stlarga maksimal jo'natib qo'yasiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Oldinda keyingi partiyalarimiz. Hurmatli obunachilar, Qirg'izistonda o'sha oyoq qo'li uzun-uzunni olaman degan aka-ukalarimizga akalar bitta narsani aytaman-ku. Bu yer juda katta qo'y ferma, akalar. Hamma xohlagan turingizdagi qo'ylardan bor. Xohlang egizakchi, xohlang tuqqan ona bolasidan, xullas hamma tur-turidan bor. Bemalol kela olaverasiz. Xohlasangiz Tojikistonniki, xohlasangiz Qirg'izistonning qo'ylaridan. Eng asosiysi naslli yaxshi qo'ylardan xohlasan. Soni nechta Sanjarbek? Soni aka, hozir sen o'ramiz sonini. Sanamabman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dona aka. Soni 18 bosh. Hurmatli obunachilar, soni 18 dona, xudo xolasa oyoq qo'l uzun yaxshi qo'ylar. Xo'p, nechinchi qoringa bo'g'oz aytamiz? Aka 2-3 qoringa bo'g'oz qo'ylar, xudo xolasa. 2-3 qoringa bo'g'oz qo'ylarimiz. Eng asosiysi jonivorlar o'ta oyoqli narsalar akalar. Ha, aka bo'ylari ham 85 ta aka. Bo'ylari 85. Ha. Xo'p, qo'ylarimiz akalar qari-qarta emas, yosh, yaxshi qo'ylar. Ularni ham akalar zoir o'sha bolasini olib beraman degan aka-ukalarimizga, do'stlarga tavsiya qilamiz endi. Bu qo'ylarni olib chiroyli qilib hammasini bir joyga vaqib qo'ying, xudo xolasa ko'tdan tushgan bo'lsa ham kamida 3 million so'm bo'ladi. Sanjarbek yeb ichishiga kafolati bor. Yeb ichishiga aytyapman, 10 kun kafolati xudo xolasa. Nech puldan qilib beramiz uka? 6,5 dan qo'yay aka. Qanchadan o'tib beramiz 6,5 dan? O'tib beramiz deysiz. Konkret o'tish kerak. Har safar shunaqa qilasa, bo'pti deysiz-da, ketib videoda oyoq bostirib o'tib ber deysiz-a. Konkret. Qani? Bitta o'taman. Obunachilarning so'rashmaydi, buni bilaman. So'ramaydigan qo'y o'taman, qo'lda bering. Qani? Dilmurod hojining shogirdiman aka. Bitta o'tganda 500 ming o'tadimi? Shogird ustozdan qolmaydi aka. 6 million so'mdan tekis ketaveradi. Baribir aka. 500 mingdan kamiga. 500 mingdan kamiga aka. 500 mingni o'tib beraman, xudo xolasa. 6 million so'mdan ketdi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor aka. Mana akalar, 6 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. 500 mingdan kamiga oling mana. 6 million so'm aka, chiroyli narx. Xudo xolasa 6,5, 7, bunaqa tuda-suda gaplar yo'q. 72, 71 dan qilib berishim yo'q. Tekis 6 million so'mdan. Oho, aka, buni ichida xudo xolasa. Men yengil qo'yib berdim. O'zi asli qo'yimiz ko'pda aka, hozir qo'rada ozgina qo'y ko'p, bulutli havo bo'lyapti, yomg'ir ozgina sig'dira olmayapmiz-da, yomg'irlarning hisobiga kech-kech o'tib ketyapti. O'sha ancha yengil qo'yyapti aka. O buni boshqa qo'ylarda aka hali hech kim oltidan qo'ygan yo'q mana shunaqa qo'ylarda aka. Mana oyoq qo'llarni ko'ring, o yelillarni qo'zg'ab turganini aka. To'ppa-to'g'ri. Hurmatli obunachilar, mana 6 million so'mdan ketaveradi. Telefon qilib aloqa qilsangiz bo'ldi. Tanlab olishsa-chi? Tanlab olishsa aka, mol dunyo bo'lmaydi bizda hech qachon. Plus minus где-то mol bo'lmaydi, qo'y bo'ladi-da. Nech puldan? Plus minusi. Konkret. Plus minus konkretmi aka? 62 dan tanlab olsa 6 milliondan bir joyga olsin. Ketaveradi. Bir joyga olsa o'tib ham beramiz Sanjarbek? Jon aka, xayrini o'tib beray. Yo'l qo'yamiz-a uncha. Xayriga o'tib beraman aka. Hurmatli obunachilar, 6 million so'mdan chiroyli qilib xayriga yo'l qo'yib beriladi. Dastavkasi 12 ta viloyatga besplatni qilib yetkazib beriladi. Imkoniyatdan foydalaning akalar. Hozir kecha kunduzda ham arzon. Hozir olib qo'ying, o'sha qo'z sezongacha qo'zlatib qo'yasiz aka, chiroyli daromad tasdiq. Xudo xolasa akalar, imkoniyatdan foydalanish kerak. Bekorchi bo'lgan pulingiz bo'lsa ham darrov olib qo'ysangiz, tashlab qo'ysangiz 4 taga, 5 taga yetadi. Imkoniyatiga qarabda endi akalar, bu yerda joli hammasini olsin degan joy yo'q. Imkoniyat bo'lsa oling. Imkoniyat bo'lmasa 4 ta 5 ta olaman degan kunlarga ham chiroylab kelishtirib beriladi akalar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa keyingi partiyasiga akalar mana sizlar obunachilar uchun yana ham narxi arzon, qulaydan so'ragan aka-ukalarimizni tavsiya qilamiz. Sanjarbek soni nechta hozir berdi? Soni 15 ta aka bulardi. Soni 15 dona nechinchi qoringa bo'g'oz bu? Bular ham 2-3 qoringa bo'g'oz aka. Bular Tojikistonning hisarisi aka. 2-3 qoringa bo'g'oz qo'ylar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa shu yerda hozir
imkon qilsam ko'rsatib o'tib ketaman, mana shu qo'yni ko'ring. Bitta obunachingizni qo'ying, xudo xolasa. Boburjon aka bular. Mana shu qo'ylarni to'y. Tog'ni qo'ydi, hoji aka, Bobur aka, o'ynoqlashini ko'ryapsizmi aka? Soni 15 dona sog'lom dikkillab turgan, o'ynoqlab turgan yaxshi qo'ylarimiz akalar. Eng asosiysi Sanjarbek, bu 15 tasini bir joyga olaman degan aka-ukalarga bu kafolatlari bor albatta. Albatta, xudo xolasa aka, kafolatlari bor aka. Yemoq-ichmog'iga har safargida 10 kun aka. 10 kun. Har safargida 10 kun. Xo'p, aka, buni narxini qisqa va lo'ndaqa aytaman, uzil kesil otangga rahmat deb ketadi aka odamlar, obunachilarimiz. Bularning narxini aka 5 million 500 ming so'mdan qo'yaman, qo'lga bering aka. Telefon qilsa xayrini ham o'tib beraman. Baribir aka. Tanlab olsa-chi? Tanlab olsa 200 ming plyus aka. 200 ming so'm plyus. 200 ming so'm plyus. Hurmatli obunachilar, 5 million 500 ming so'mdan, 5,5 million so'mdan hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga dastavkasini xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab qilib yetkazdirib beriladi akalar. Eng asosiysi akalar, mana bu yerda mana shu qo'ylarni ko'ring, mana tug'ay jonivorni qarang. Qarang, lapillab turishini akalar mana. Mana shu qo'ylarimiz xudo xolasa akalar, avvalo xudo qornini ham qarang, ikki tomonga tashlab yotibdi. Egizak tug'ib bersa akalar, nur ustiga Alloh nur bo'ladi. Bu degani hech bo'lmasa 9 million so'mga sotaman desangiz bo'laveradigan variant. Endi siz olsin ko'ring. Mana aka. Lapillab yotibdi jonivor, lapillab xudo xolasa. Sanjarbek, endi 5,5 million so'mdan o'tamiz chiroyli qilib, Optimaga. Optimaga hammasini bir joyga oldim deganga hayron o'tib beraman aka. Tanlab olishga? Tanlab olishga aka 100 ming 200 ming holatiga qarab 200 minggacha plyus bo'ladi xudo xolasa aka. Hurmatli obunachilar, 100 ming 200 ming so'm plyus minusini qilib beriladi, lekin qo'ylar o'ta dik oxu qo'ylar ekan javob. Albatta aka. Akalar, imkonni boricha yoritib berishlikka harakat qildik. Qo'ldan kelgancha albatta like bosib do'stlarga maksimal. Boburjon aka shu yerda bitta gap aytib ketay aka. Aka, xudo xolasa telefon qilsa qanaqasi pul yengilroqlari ham bor aka. 5 milliondan ham bor aka. Qo'rada ular videoga chiqmadi xolos, prosta. Endi vaqt ham cho'zilib ketyapti aka. Hech kim 1 soat ko'rmaydi. 5 milliondan ham bor aka qo'ylarimiz. Bo'g'oz qo'yda turgan 5 million so'mdan ham qo'ylarimiz bor xudo xolasa. Telefon qilsa bo'g'oz qo'y, sovliq bo'g'oz qo'y, qanaqasi kerak bo'lsa ish bitadi xudo xolasa aka. Shunday. Bundan kuchliroq qo'ylar ham kerak desa, undan kuchliroq qo'ylar ham bor aka. Xullas akalar, hamma turidan bor. Aytaman, juda ham katta qo'y ferma bu yer. Telefon qiling, aloqaga chiqing, bog'laning, ishingiz bitadi akalar. Hamma qo'ylarda qo'ylarimiz to'la. Shu bilan videolarimizni nihoyasiga yetkazamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.